Amerika Tashqi ishlar ministri yordamchisi Qozog'istonda qozoq va uyg'urlar bilan ko'rishdi. Amerikaning Qozog'istonda turishliq elchixonasining 27 noyabr Twitter hisobida e'lon qilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligining ma'arif va madaniyat ishlari bo'yicha yordamchi ministri Mari Rois Qozog'istonda qozoq va uyg'urlar bilan ko'rishgan bo'lib, ularning orasida Sharqiy Turkistondagi yig'ilish lagerlarining sobiq mahbuslari, oilasi lagerlarga qamalgan yoki yo'qolib ketgan kishilar bor ekan. U bu kishilarning boturlik bilan oshkora so'zlab, Xitoy Xalq Jumhuriyatining bostirish siyosatining haqiqiy yuzini ko'rsatib berganligi va Xitoyning zulmlarini to'xtatish uchun xalqaro bisim tushirishga yordam qilganligi uchun rahmat aytgan. Anqara Hoji Bayram Vali universitetining o'qituvchisi Dr. Abdurashid Jalil Qarloq Amerika elchixonasining Twitterini naql keltirib, Turkiya doiralarini uning oilasidagilar bilan aloqalashishiga yordam berishga chaqirdi. U o'zining Sharqiy Turkistondagi oilasi bilan 1300 kundan buyon aloqalasha olmaganligini aytdi. Nepaldagi musulmonlar Uyg'ur uchun adolat talab qilib namoyish o'tkazdi. Hindiston vaqt gazetining xabariga qaraganda, Nepaldagi bir turkum musulmonlar bir yerga jam bo'lib, Sharqiy Turkistondagi minglagan masjidlarning vayron bo'lganligi va Xitoy hukumatining Uyg'urlarni nishon qilgan siyosatiga norozilik bildirgan. Buxarodagi namoyishga rahbarlik qilgan musulmonlar kelgusida Uyg'urlar uchrayotgan zulmga bo'lgan andishini davomli bildirganligini bayon qilgan. Yaqinqi yillardan buyon Xitoyning Uyg'ur kimligi va madaniyatiga qaratgan bostirishlari irqiy qirg'inchilikqa aylandi. Buning bilan xalqaro jamiyatning tanqidimi kuchayishga boshladi. Reuters agentligi 30 noyabr dushanba e'lon qilgan dokladga asoslanganda, bir hujjat va manbalarda Trump hukumatining Xitoy xalqaro yerim o'tkazgich o'zak shirkati va Xitoy dengiz okean neft guruhini Xitoy harbiy korxonalari qora tizimligiga kirgizishga va Amerikaning mablag'ini cheklashga tayyorlik qilayotganligi oshkorlangan. 1999 yili Amerika ma'qullagan bir qonun 5 burchaklik binodan Xalq ozodlik armiyasi ig'dorchiligidagi yoki kontrol qilgan Xitoy harbiy sanoat korxonalarining tizimligini tuzishni talab qilgan. Ammo Amerika davlat mudofaa ministrligi 2020-yilgacha buni ijro qilmagan. Bir necha kun ilgari Haykang Shivi, Xitoy telegraf shirkati va Xitoy ko'chma xabarlashish shirkati qatorliq savdo magnatlari bu tizimlikka qo'shilgan. Xabar qilinishicha, Oqsaroy ma'muriy buyruq tushirib, qora tizimlikdagi shirkatlarga jazo yurgizgan hamda amerikalik mablag' solg'uvchilarning 2021-yil 11-oydan boshlab qora tizimlikdagi shirkatlardan aksiya sotib olishini cheklagan. Bu qaror Xitoy telegraf shirkati, Xitoy ko'chma xabarlashish shirkati Huawei va Haykang Shivi qatorliq bir qism asosli Xitoy shirkatlariga ta'sir ko'rsatdi ekan. Yakshanba kuni Avstraliya savdo ministri Xitoyning Avstraliya arpisiga qo'ygan tamojna beji sababli Xitoyni dunyo savdo tashkilotiga arz qilishga tayyorlik qilayotganligini aytdi. Ikki taraflik munosabatning kun sari jiddiylashishiga ergishib, Beijing Kanberaga bo'lgan besimini oshirdi. Oldin qatda Xitoy savdo ministrligi Avstraliya uzum harqiga to'kma qilib, setishga qarshi boj oladiganligini e'lon qilgan bo'lib, boj nisbati 212% ga yetgan. Avstraliya savdo ministri Simon Birmingham yakshanba kuni Kanbera hukumatining Xitoyni dunyo savdo tashkilotiga arz qilishni planlaganligini aytdi. Beijing yaqinda Avstraliyaning uzum harqi, arpa va kala go'shti qatorliq bir qancha xil eksportiga savdo embargosi yurgizgan. Kanbera ilgari Xitoyni Avstraliya arpisiga qo'yilgan tamojna bejini bekor qilishni talab qilgan, lekin Xitoy buni rad qilgan. Yakshanba kuni Birmingham Avstraliya radio shirkati ABC'ning ziyoratini qabul qilganda, keyingi qadamda dunyo savdo tashkilotiga arpa tamojna beji to'g'risida arz sunishni planlaganligini, Avstraliya hukumatining munosabatli qadamlar to'g'risida suhbatlashayotganligini oshkorildi. Kanbera hukumati Huawei'ning 5G to'ri qurilishiga qatnashishni cheklashni qaror qilgandan keyin, Avstraliya Xitoy ikki davlat munosabati yaqinqi 2 yilda davomli nacharlashdi. Siyosiy sohada Avstraliya Xitoy virusining kelib chiqishini mustaqil tekshirishga chaqirdi hamda Xitoyning Uyg'ur masalasi va Hong Kong masalasidagi kishilik huquq tafsandichiligini aytash qatorliq harakatlar Beijingning kuchli noroziligini qo'zg'adi. Amerika prezidenti Trump qatnashgan bir televiziya programmasida Joe Biden 80 million biletga erisholmadi. Men uningga ishonmayman dedi.
Amerika prezidenti Donald Trump saylamdan keyin tunji televiziya ziyoratini qabul qildi. Demokratlar partiyasining 3 noyabr o'tkazilgan 59 navbatlik prezident saylamida pochta biletida aniq aldamchilik qilganligini aytgan Trump, "Siz bu ishga bo'lgan ko'z qarashimni o'zgartirolmaysiz. Mening qarashim 6 oy ichida o'zgarmaydi. Saylamda ig'ir aldamchilik bo'ldi" dedi. Agar Cumhuriyetçiler Partiyasi 3 noyabrdagi saylam natijasiga qarshi turmasa, Cumhuriyetçiler Partiyasining prezidentining bundan keyin Oqsaroyga kelishining intayin mushkul ekanligini bayon qilgan Trump, Joe Biden 80 million biletga erisholmadi. Men uningga ishonmayman dedi.